Bismillahirrohmanirrohim. Demek biz qayerga keldik? As. Hop. 125-ders. G'adara Sa'idun baladahu lil umrati. Sa'id o shahrini umra uchun tashlab ketdi, ya'ni qoldirib ketdi, jo'nab ketdi desak ham bo'ladi. Va vasala ila al-miqati fi as-sabah. Va kunduzi miqatga yetib keldi. Labisa sawbal ihrom, ihrom libosini kiydi. Va labba bil umrati, va umra uchun talbiya aytdi. Labbayk Allohumma labbayk. ثم ذهب إلى مكة المكرمة. مكة مكرمة bordi. وصل سعيد إلى مكة بعد العصر. سعيد مكة asrdan keyin yetib keldi. شعر سعيد بالسرور في المسجد الحرام. سعيد مسجد الحرام ده xursandchilikni his qildi. طاف سعيد حول الكعبة 7 أشواط. كمان أطرافنا سعيد 7 marta aylandi. ثم سعى بين الصفا والمروة. صفا ومروة orasida سعي harakat qildi. وحلق رأسه وباشini qirdirdi. لماذا غادر سعيد بلده؟ nega uchun سعيد o shahrini tashlab ketdi? للعمرة. متى وصل إلى الميقات؟ savollarga javob beramiz. طاف أحمد حول الكعبة 7 أشواط. أحمد كابن أطراف 7 marta aylandi. صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم. إبراهيم مقامنا أرخصتنا 2 rakat o'qidi. ثم سعى بين الصفا والمروة 7 أشواط. صفا ومروة orasida 7 marta nima qildi? Sa'i qildi. ثم حلق رأسه. so'ng boshini oldirdi. boshini oldi, ya'ni qirdirdi sochini. وذهب إلى الفندق ومهمخانة bordi. وخلع ثوب الإحرام. إحرام kiyimini yechdi. بعد العمرة سافر أحمد إلى بلده. umradan keyin Ahmad o shahriga safar qildi. بعد عام سيحضر أحمد مع أسرته للحج والعمرة إن شاء الله. إن شاء الله bir yildan keyin Ahmad oilasi bilan birga haj va umra uchun keladi. Savollar berilgan, tayyor javobini berib qo'yamiz. Bu yerda mashq iboralarning orasini nima qilamiz? Munosib suhbat va iboralarning orasini bog'laymiz. Solihun qodimun min Turkiya. Turkiyadan kelyapti Solih. Liyaqdi utlata Ramazon fi Makka. Makkada Ramazon ta'tilini o'tkazish uchun. Hop, sayuqimu fi funduqin qaribin min al-Masjid al-Haram. Masjid al-Haromga yaqin mehmonxonada turadi. Endi mata tazhabu ila Arafat. Arafaga qachon borasan deyapti. Ayni taqdi utlata Ramazon. Ramazon ta'tilini qayerda o'tkazasan? Mana bu tushadi demak. Fi Makkada deyapti. Ayna satuqimu? Qayerda turasan? Fi funduqin bil qurbi min al-Masjid al-Haram. Masjid al-Haromga yaqin mehmonxona. Demak, bu bunga tushadi. Amirun ustazun. demak fi jamiati Ummul Qura. Ummul Qura universitetida Amir ustoz. Yaqdi Amirun ma'al usrati wal ahli wal istiqa'i ayyam al-Eid fi al-Madinati al-Munawwara. Demak, Amir oilasi bilan va ahli do'stlari bilan birga hayit bayram kunlarini Madina Munawwara yoki Makkada o'tkazadi. Demak, ayna taqdir utlata ya ustaz? Ey ustoz, siz ta'tilni qayerda o'tkazasiz? Fil Madinati va Makkata ma'al usrati wal ahli wal istiqa. Demak, bu bunga tushadi. Hop, maza fa'ala waliduka fi Makkata? Otang Makkada nima qiladi? I'tamara. Demak, i'tamara tushdadimi bu yerda? Mana bu yerga tushdi. Mana bu bo'lsa kerak. O'zimiz o'qib to'g'rilab olamiz. Hop, keyingisi bu yerda mana bu jumlani o'qiymiz. So'ng ha yoki yo'q deb javob beramiz. Solihun yaqdi utlata Ramazon fi Makkah wal Madina. Solih ta'tilni ya'ni Ramazon ta'tilini Makkada va Madinada o'tkazadi. Fi Makkah yaskunu fi funduqin qaribin min al-Masjid al-Haram. Makkada Masjid al-Haromga yaqin mehmonxonada yashaydi. Yazhabu Solihun ma'a usratihi ila al-masjid qabla solati al-asr. Solih o'z oilasi bilan birga masjidga asr namozidan oldin boradi. Va yusalli al-maghriba wal-isha'a. Shomni va xuftonni o'qiydi. Solihun yatanawalu al-fatura fi al-masjid. Solih ertalabki nonushtaani masjidda tanovul qiladi. Wala yakulu kaseeran. Ko'p yemaydi. Yatanawalu at-tamra wal-ma'a wal-qahwata. Xurmoni va suvni va qahvani tanovul qiladi. Fil madinati yuqimu Solihun fi shaqqatin ba'idatin 'an al-masjid an-nabawi.
Madinada nima? Masjid Nabaviydan uzoq bo'lgan kvartirada, ko'p qavatli uyda nima qiladi? Yashaydi. Va yazhabu ma'a usratihi ila al-masjid an-nabawi qabla salati al-maghrib. Va oilasi bilan birga Masjid Nabaviyga shom namozidan oldin boradi. Va yabqa ila salati al-isha va xufton namozigacha qoladi. Va yusalli al-isha xuftonni o'qiydi. Summa yazhabu ila shaqqati bil hafilati. Shaqqatun bo'ladi. Va so'ngra o'sha uyga avtobusda boradi. Yaqdi solihun yawm al-eid al-awwal fi al-madinati wal yawm al-thani fi Makkah. Solih hayit, ya'ni hayitni birinchi kunini Madinada o'tkazadi, ikkinchi kunini Makkada. Bu yerda endi aytilgan, masalan, Solih haj ta'tilini Makkada, Madinada. Haj emas, Ramazon ta'tilini. O'zimiz to'g'ri xato belgilaymiz. Bu yerda endi oson. Mahmud Tolibun Tailandlik talaba darasal jami'ati fi baladihi. Universitetda, o shahrida universitetda o'qigan. Hadara Mahmudun ila Makkah al-Mukarramaga kelibdi. Liyadrusa o'qishi nimani? Al-lughat al-arabiyya, arab tilini va saqofati va islomiy madaniyatni va saqofat al-islamiyya bi jami'ati al-Qura. Fi sanati al-ula, birinchi yili i'tamara Mahmud fi shahri Ramazon oyida Mahmud umra qildi. Summa zahaba ila al-hajj, hajga bordi. Mahmudun sa'idun huna fi Makkah. Mahmud bu yerda Makkada xursand. Va huwa yaskunu fi shaqqatin jamilatin qaribatin min al-masjid al-haram qilamiz. Masjid al-haromga yaqin qishloqda, yaqin qishloqda go'zal uyda turadi. Hadarat usratu Mahmudin bin Tailanddan keldi Mahmudning oilasi ila Makkah lil haj. Haj uchun Makkaga. Ba'da al-haj, hajdan keyin zahabatil usratu ila al-madinati al-munawwara. Oila Madina Munawwaraga ketdi. Sakanatil usratu fi qilamiz nima? Fi funduqin qilamiz, qaribin min al-masjid an-nabawi. Masjid an-nabawiyga yaqin mehmonxonada turdi. Tusalli al-usratu as-salawat al-khamsa fi al-masjid an-nabawi. Oila 5 mahal namozni Masjid an-nabawiyda o'qiydi va ba'da solat al-isha, xufton namozidan keyin tazhabu boradi qayerga? Ila al-masjid. Masjidga yoki ila qani bu yerda? Ila suqa desak, bozorga bo'ladi. Shunda tatanavalu ba'd at-ta'ami va sharab. Ozgina taom va sharob tanavul qilishadi. Ba'da 3 ayyamin, 3 kundan keyin zahabatil usratu ila al-Makkah. Makkaga boradi oila va qadat ma'a Mahmudin. Mahmud bilan nimani o'tkazishadi? Usbu'an. Vaqtdan yoki fi shaqqatihi. O'sha uyida nimani o'tkazishadi? Vaqtni o'tkazishadi. Hop, zahabatil usratu ba'da zalika ila al-madinati Judda shahriga borishadi. Shundan keyin oila ma ajmala hadhihi al-madina. Bu shahar qanday ham go'zal va ma akbaraha qanday ham katta. Naqadar katta. Qadatil usratu usbu'an sa'idan fi Juddada baxtiyor haftani o'tkazdi. Va fi yawmi safar kunida zahabatil usratu ila al-matar. Aeroportga ketdi oila va min hunaka, shu yerdan esa g'odarat bit ta'irati ila Tailand. Samolyot bilan Tailandga uchib ketdi. Savol berilgan: Maza darasa Mahmud fi baladihi? O'zining shahrida nima o'qigan Mahmud? Makkaga nima uchun keldi? Makkada nima o'qiydi? Qayerda o'qiydi? Nima uchun oila Mahmud oldiga keldi? Hadarat usratu Mahmud lil haj uchun keldi. Bu shu bugungi dars shundan iborat ekan. Allohu a'lamu bis-savob.